ukamiz bilan. Diyorbek necha kirgansiz ukam? 20 ga aka. 20 ga kirgan bolani xudo xolasa o'zingizlar ko'rasizlar, qanaqa ishlar qilganini. Agar yoqsa like bosib, tunikafon qilmoqchi bo'lganlarga albatta jo'natib qo'yasizlar. Yurtdoshlarga nima deysiz uka bola? Qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak, xudo xolasa. Tunikafonlar qilish kerak-a uyga. Shunga tunikafon xizmatlari bo'lsa, shu quyidagi raqamlarga bog'lanishdan mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, qadrdonlar, ukamiz mana shu xonadonimizda polniy holatda tunikafon qilinish jarayonlarida aktiv qatnashgan ustalarimizdan, xudo xolasa. Xo'p, eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni atiga 135 ming so'mdan xonadon egasini ovora qilmagan holatda, xudo xolasa, mana shunaqa go'zal xizmatlarni qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'ylanmasdan quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar, xonadoningizga mana shunaqa go'zal holatdagi tunikafonlarni qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Do'stlar, tunikafonda kvadrat ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Joyingizning kvadratiga emas. Mana bu joyda to'rala tomonidan aylanasiga quruq shapka bo'lgan xonadonimizni go'zal holatda tunikafonlarni qilib berdik. Xo'p. Tarnovlarni ham qilganmiz. Xonadonimizga choksiz, uloqsiz tarnovlarimizdan qilganmiz. Xo'p, tunikafonlarimizni 1 kvadratini do'stlar 70 ming so'mdan, tarnovlarimizni 1 metrini 70 ming so'mdan, tunikafonlarimizni esa 1 kvadratini atiga 135 ming so'mdan qilib berganmiz. Tugatyapmiz. Bu joyda mana ozgina kandizimiz bilan hamda bitta kasetamiz yetmay qoldi. Hozir qatiramiz. Xudo xolasa xonadonimizni yakuniga yetkazib olamiz. Xo'p. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'ylanmasdan biz bilan bog'lansanglar, nasib bo'lsa, keyingi tunikafon qiladigan xonadonimiz aynan sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.